Hozir sizlar bilan tramvaylar qatnashgan savollarni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik tramvaylar 1-2 qatnashgan savollarda yig'ilib qolyapti. Xo'p. Savollar quyidagicha. Harakatlanish tartibini ko'rsating. Bu chorahamiz tartibga solinmagan teng ahamiyatga yo'llar kesishmasi, ya'ni teng ahamiyatga ega yo'llar kesishmasi. Bu joyda transport vositalari hammamiz bilamiz, tramvaylar imtiyozga ega. Ya'ni bu chorahada tramvay shoh birinchi harakatlanadi, lekin ikkita shoh turibdi-da, ya'ni ikkita tramvay turibdi. Qaysi biri birinchi yuradi desak, o'zimizni o'ng qo'l qoidasiga amal qilamiz. Ya'ni qoidalar bo'yicha tramvay 1 to'g'riga harakatlanyapti, tramvay 2 chapga ketyapti. Qoidalar bo'yicha chapga yoki qayrilib olayotgan transport vositasi to'g'ridagi transport vositasi o'tkazib yuborish kerak edi. Ya'ni quyidagicha tramvay 1 o'tadi, ortidan tramvay 2 harakatlanadi. Javoblarga keladigan bo'lsak, tramvay 1 sariq bilan. Sariq tramvay 1 ga ham 2 ga ham xalaqit qilmayapti. Shuning uchun harakatlanish tramvay 1 bilan ketib oldi va tramvay 2 esa qora bilan bir vaqtda. Qora tramvay 2 ga xalaqit bermagani uchun bir vaqtda harakatlanadi. Keyingi savol, transport vositalari chorahadan quyidagi tartibda o'tadi. Bu savol quyidagicha, ya'ni asosiy yo'ldagi transport vositalarini topib olamiz va ikkinchi darajali yo'ldagi transport vositalarini topib olamiz. Bu joyda asosiy yo'lda qizil, yashil tramvay 1. Bu joyda tramvay 1, ya'ni relsli transport vositalari imtiyozga ega bo'lganligi uchun tramvay 1 harakatlanadi. Buning yonidagi yashil transport qizilga xalaqit bermaganligi uchun bir vaqtda o'tib oldi. Undan keyin esa tramvay 2 va ko'k avtomobil harakatlanadi. Shu joyga e'tibor bering. Agarda shu joyda yashil transportimiz to'g'riga harakatlansa, ya'ni avtotest imtihonlariga yangi qo'shilgan savol, qizil avtomobil nechinchi bo'lib o'tadi degan savol. Ya'ni yashil to'g'riga yuradigan bo'lsa, birinchi bo'lib tramvay o'tadi. Ya'ni relsli imtiyozga ega birinchi o'tadi. Undan keyin esa qizil o'tadi. Chunki tramvay ketgandan so'ng yashil va qizil qoladi chorrahada. Ya'ni qizil o'ng qo'li bo'shligi uchun birinchi o'tadi, undan keyin yashil o'tadi. Ya'ni yangi qo'shilgan savol, qizil chorraha nechinchi o'tadi desa, ikkinchi o'tadi deganini belgilaysiz. Transport chorraha quyidagi tartibda kesib o'tadi. Bu joyda tramvay 2 1, tramvay 2 asosiy yo'lda ko'k bilan, birinchi tramvay 2 ketadi, keyin ko'k. Undan keyin esa tramvay 1 va qizil avtomobil o'tadi quyidagicha. Ya'ni yo'l belgilariga qarang, asosiy yo'ldagi tramvay 2 o'tadi, ikkinchi asosiy yo'ldagi ko'k o'tadi, undan keyin tramvay 1 va qizil o'tadi. Undan keyingi savolimizda esa mana transport vositalari o'tish navbati. Tramvay 1, 2 bir vaqtda o'tadi, sariq uchalasi bir vaqtda ketadi, undan keyin yashil ketadi, ko'k ketadi, oxirida qizil o'tadi. Ya'ni quyidagicha. Tramvaylar qatnashgan savollarga sizga kichkinagina kalit beraman. Bu kalit quyidagicha. Agarda tramvay 1 va tramvay 2 ikkalasi ham asosiy yo'lda bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham asosiy yo'ldami? Bir vaqtda o'tadi degan javobni belgilang. Ya'ni tramvay 1, 2 ayni vaqtda o'tadi degan javob. Agarda tramvay 1 yoki tramvay 2 biri asosiy yo'lda bo'lib, biri yo'l beringda bo'lsa, ya'ni quyidagicha. Tramvay 2 asosiy yo'lda ekan, tramvay 1 esa ikkinchi darajali yo'lda ekan. Shu holatda o'tish navbati esa birinchi bo'lib tramvay 2 o'tadi, undan keyin tramvay 1 o'tadi. Ya'ni ikkalasi bir vaqtda o'tadi degan javobni belgilamaymiz. Undan keyingi holat, mana transport vositalari quyidagi tartibda o'tadi. Bu joyda ham tramvay 2 bilan 1 da qaraymiz. Ikkalasi ham nimada? Bittasi asosiy yo'lda, bittasi yo'l beringda mana. Asosiy yo'lda, bunisi yo'l beringda. Ikkalasi bir vaqtda o'tadi degan javob xato chiqadi. Ya'ni F1 xato, ya'ni ikkalasi bir vaqtda o'tadi degan javob. Tramvaylar qatnashgan savollarda yo'l belgilariga qarang, ya'ni savolning javobi oddiy. O'tish navbatini belgilayman desangiz, savolning javobini topishingiz qiyinlashadi. Shu kabi kalitlar yoki shu kabi foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.